3 xonali o'rta qatorda joylashgan uyimizni obzorga kelganmiz. 5 etajli domda 4-etajda joylashgan uy hisoblanadi. Kirib kelish qismimiz, kirib kelganimizda mana shunaqa oynalar qo'yilgan ekan. Bu yerda esa garderobli joylari bor ekan. To'g'rida o'zini zal qismi joylashgan. Zalni ko'rib turibsizlar, kattagina ekan. Ichida ba'zi bir jihozlar qoladi, egalari bilan kelishiladi unisi. Xo'p, kirganimizda o'ng tomonda hojatxona joylashgan, arestonlari o'rnatilgan ekan. Bu yoqda esa proyekt bo'yicha oshxona har doimgidek balkonga ko'chirilgan. Balkonimiz ham juda ham katta ekan. 6x10 ga 2 metr bo'lgan balkon. Hamma sharoitlar qilingan, suv, gaz, svetlardan ham problemasi yo'q. Kirganimizda chap tomondagi korpusimizga kelyapmiz. Xo'p, bu yoqda sanuzelni birinchi ko'rsatib o'tay. Sanuzelimiz. Remontlari yaxshi holatda turibdi. Bu yoq esa spalniy qismi. Spalniylari ham chiroyli qilib remont qilingan ekan. Yonida esa kladovkasi joylashgan ekan. Agar kladovkani o'zgartirib, sanuzel qilib yuborsanglar ham bo'lar ekan mana shu yerda. Bu yoq esa detskiy bolalar xonasi. Shinamgina quyosh tushib turibdi. Bilasizlar, quyosh tushib turgan xonalar har doim issiq bo'ladi. Bu yoqda xonalarimizni ko'rib turganinglardek skvoznoy bo'ladi. Ikkita tomonga qaragan derazalari bor. O'rta qator 5 etajli dom 4-etajda joylashgan. Yonida esa 23-maktab, Nasafmet klinikasi, hamma joyga yaqin. Xullas, bank deysizlarmi, universitet deysizlarmi, bog'cha, hamma narsa bor bu atrofda. Juda ham lokatsiyasi ham ajoyib joyda joylashgan. Narxi esa 450 million so'm. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib savdolashishingiz mumkin.